Pochkalar – bu bizning tanamizning haqiqiy filtrlaridir. Har kuni ular qonni tozalab, zararli moddalarni chiqarib tashlaydi va suyuqlik muvozanatini saqlab turadi. Lekin shuni o'ylaganmisiz, bu filtrlar ham vaqti bilan tozalanishga muhtoj. Sizda doimiy charchoq, oyoq-qo'llarning shishi yoki siydik rangidagi o'zgarishlarni sezganmisiz? Balki endi bu alomatlar sizga pochkalaringizga yordam ber vaqt keldi deb ishora qilyaptidir. Bugun men sizga uy sharoitida pochkalarni xavfsiz va samarali tozalash usullarini aytib beraman. Shuningdek, ularning ishiga qanday omillar salbiy ta'sir qilishi mumkinligini ham birga ko'rib chiqamiz. Pochkalar har kuni taxminan 50 litr qonni qayta ishlaydi. Undan zaharli moddalarni ajratib oladi, ortiqcha suyuqlikni chiqarib yuboradi. Ammo bu ajoyib tizimning samaradorligi ko'p jihatdan bizning odatlarimizga bog'liq. Ko'pchiligimiz hatto o'ylamaymiz ham, lekin aynan shu kichik narsalar ularni charchatib yuboradi. Birinchi omil – suv ichish darajasi. Pochkalar zaharli moddalarni siydik orqali chiqaradi. Buning uchun esa yetarli miqdorda suv kerak. Agar siz kam ichsangiz, siydik qattiq konsentrlanadi. Bu esa tosh hosil bo'lish xavfini va infeksiyalarni oshiradi. Qanday belgilarni sezasiz? Siydik qorong'i rangda bo'ladi, ogiz qurib qoladi, siydik chiqarish kamayib ketadi. Nima qilish kerak? Har kuni 1-5-2 litr toza suv iching. Gazlangan shirin ichimliklar va ko'p kofeni cheklang. Ikkinchi omil – ortiqcha tuz va shakar. Tuz – bu pochkalarning eng katta dushmani. Juda ko'p tuz iste'mol qilsangiz, ular ortiqcha natriy chiqarish uchun qattiq ishlaydi. Natijada suyuqlik tanada qolib ketadi, shish paydo bo'ladi va qon bosimi ko'tariladi. Shakar va turli tayyor ovqatlar, fast food, yarim tayyor mahsulotlar esa yallig'lanishni kuchaytiradi va qandli diabet xavfini oshiradi. Aynan diabet esa bugungi kunda buyrak yetishmovchiligining asosiy sabablaridan biridir. Cheklovlar: kuniga tuzni 5 gramdan, taxminan 1 choy qoshiq, oshirmang. Shirinlik va qadoqlangan ovqatlarni kamaytiring. Nimalarni ko'proq iste'mol qiling? Sabzavotlar, rezavor mevalar, yong'oqlar, donli mahsulotlar. Yallig'lanishga qarshi kuchli tabiiy yordamchi, kurkumani ovqatga qo'shib yuring. Uchinchi omil – jismoniy harakat. O'rtacha darajadagi sport va harakat qon aylanishini yaxshilaydi. Natijada pochkalarga qon yaxshiroq yetib boradi va ular samaraliroq tozalaydi. Ammo haddan tashqari og'ir mashqlar, agar suv yetarli ichilmasa, aksincha, tanani suvsizlantirib, buyrak to'qimalariga zarar yetkazishi mumkin. Eng yaxshi variantlar: tez yurish, suzish yoki yengil gimnastika. Muhim qoida: mashg'ulotdan oldin, paytida va keyin albatta suv iching. To'rtinchi omil – dori-darmonlar va toksinlar. Ba'zi dorilar, ayniqsa ularni nazoratsiz va uzoq muddat iste'mol qilsangiz, buyraklarga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Masalan, ko'p odamlar bosh og'rig'i yoki og'riqni bosish uchun ibuprofen, diklofenak yoki paratsetamol kabi og'riq qoldiruvchi dorilarni cheksiz ichaverishadi. Bu dorilar uzoq muddatda buyrak to'qimalariga zarar beradi va hatto buyrak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Alkogol va chekish ham buyraklar uchun katta xavf. Spirtli ichimliklar qon aylanish tizimini buzadi, chekish esa qon tomirlarini toraytirib, buyraklarga yetadigan qon miqdorini kamaytiradi. Natijada ular to'liq tozalay olmay qoladi. Nima qilish kerak? Har qanday dori-darmonni faqat shifokor tavsiyasiga ko'ra va belgilangan dozada iching. Og'riq qoldiruvchi dorilarni uzoq vaqt ishlatmang. Alkogoldan voz keching yoki juda kam miqdorda iste'mol qiling. Chekishni butunlay tashlang. Uy kimyoviy moddalari, pestitsidlar va boshqa zaharli moddalardan iloji boricha uzoq turing. Beshinchi omil – surunkali stress va uyqusizlik. Uzoq muddatli stress tanada kortizol gormonini ko'paytiradi. Bu gormon suv-tuz muvozanatini buzadi, qon bosimini oshiradi va buyraklarni oziqlantiruvchi tomirlarga zarar yetkazadi. Tunda esa buyraklar dam oladi, ular filtratsiya tezligini pasaytirib, tiklanadi. Agar siz 7-8 soatdan kam uxlasangiz, buyraklar tinchlanmaydi va doimiy yuk ostida qoladi. Bu esa vaqt o'tishi bilan kasalliklarga olib keladi. Yechimlar: har kuni nafas mashqlari, meditatsiya yoki yengil sayr qiling. Stressni boshqarish uchun yoga yoki sevimli mashg'ulotingiz bilan shug'ullaning. Uyqu tartibini o'rnating. Har kecha kamida 7-8 soat sifatli uyquga e'tibor bering. Oltinchi omil – buyraklarga ta'sir qiluvchi kasalliklar. Ba'zi surunkali kasalliklar buyraklarni asta-sekin zaiflashtiradi. Qandli diabet, qonda shakar ko'p bo'lsa, buyrak filtrlariga zarar yetadi. Yuqori qon bosimi, gipertoniya tomirlarni charchatib
Buyrak toqimalarini yo'q qiladi. Mochevotchi yo'llar infeksiyalari agar davolanmasa, buyrak yalliglanishiga, pielonefrit otishi mumkin. Nima qilish kerak? Qon shakarini va qon bosimini muntazam tekshirib turing. Infeksiyalarni o'z vaqtida davolang. Shifokor bilan maslahatlashib, profilaktik tekshiruvlardan o'ting. 7-omil. Irsiyat va yosh o'tgani sari buyraklarning filtratsiya qobiliyati tabiiy ravishda pasayadi. Ular sekinroq ishlay boshlaydi va zararlanishga ko'proq moyil bo'ladi. Agar oilangizda buyrak yetishmovchiligi, tosh kasalligi yoki boshqa buyrak muammolari bo'lgan bo'lsa, sizda ham shunday xavf yuqori. Tavsiyalar: agar irsiy moyillik bo'lsa, har yili ultratush va qon siydik tahlillarni o'tkazing. Oziqlanish va hayot tarzini yaxshilab kuzatib boring. Bu xavfni sezilarli darajada kamaytiradi. Buyraklaringiz muammoga duch kelganligini qanday bilasiz? Organizm ko'pincha o'zi signal beradi. Quyidagi alomatlarni sezsangiz, buyraklarni tozalash va shifokorga borish haqida o'ylang. 1. Doimiy charchoq va holsizlik. Buyraklar qon hujayralari hosil qiluvchi gormon ishlab chiqarmay qoladi. Natijada anemiya paydo bo'ladi. 2. Oyoq-qo'l va yuz ishi, suyuqlik tanada qolib ketadi. 3. Siydik chiqarishdagi o'zgarishlar, tez yoki kam siydik chiqishi, siydik chiqarishda og'riq, qiyinchilik tort. Siydik rangi va hidi o'zgarishi, qorong'i, loyqa, qon aralash yoki galati hidli bo'lishi. 5. Bel og'rigi, pastki qismida tortuvchi yoki kesuvchi og'riq, ayniqsa tosh bo'lsa. 6. Terining qurishi va qichishi, toksinlar to'planib, teri orqali chiqishga urinadi. Agar shu belgilardan bir nechtasi sizda bo'lsa, buyraklaringizga yordam berish vaqti keldi. Keyingi qismida endi uy sharoitida pochkalarni tozalashning eng samarali va xavfsiz usullarini batafsil aytib beraman. Tayyormisiz? 6-alomat. Davomi: metall ta'mi yoki ogizdan chiqadigan yoqimsiz hid. Buyraklar yaxshi ishlamay qolganda, qonda mochevina, karbamid to'planib qoladi. Bu esa ovqat hazm qilish tizimiga ta'sir qiladi va ogizda doimiy metall ta'mi yoki og'ir, yoqimsiz hid paydo bo'ladi. Bu holatni ko'pchilik ogizdan chiqadigan hid deb o'tkazib yuboradi, lekin aslida bu buyraklarning yordam so'ragan belgilaridan biri. 7-alomat. Qon bosimining ko'tarilishi. Buyraklar suv-tuz muvozanatini va qon bosimini tartibga soladi. Agar ularning ishi buzilsa, organizmda suyuqlik va tuz ortiqcha to'planib, natijada gipertoniya, yuqori qon bosimi boshlanadi. Ko'pincha odamlar qon bosimi ko'tarilishini stress yoki yosh bilan bog'lab izohlaydi, lekin buyraklarning holatini ham tekshirish kerak. 8-alomat. Doimiy sovuq his qilish, hatto issiq havoda ham. Bu holat ham buyraklarning anemiya, qonda gemoglobin kamayishi sababli yuzaga keladi. Buyraklar yetarli miqdorda eritropoetin gormonini ishlab chiqarmay qolganda, qon hujayralari kamayib, odam doimiy ravishda muzlab yuradi. Qachon buyraklarni tozalash mutlaqo mumkin emas? Oz-ozdan tozalash har doim ham foydali emas. Quyidagi holatlarda bunday usullarni qo'llash taqiqlanadi yoki faqat shifokor nazorati ostida bo'lishi kerak. Surunkali qandli diabet yoki gipertoniya. Shifokorsiz hech qanday tajriba qilmang. Homiladorlik va emizish davri. O'tkir yalliglanish jarayonlari, pielonefrit, glomerulonefrit, buyrak toshlari bo'lsa va ularning harakati xavfli bo'lsa. Agar yuqoridagi alomatlardan bir nechtasini o'zingizda sezsangiz, birinchi navbatda shifokorga boring. Buyraklaringizning aniq holatini bilib, ultratush, tahlillar va maslahat oling. Faqat shundan keyin tozalash usullarini qo'llash xavfsiz bo'ladi. Endi uy sharoitida buyraklarni tozalashning eng samarali va yumshoq usullari. Uy sharoitida buyraklarni tozalash, bu organizmga yumshoq yordam berish, toksinlarni chiqarish, filtratsiyani yaxshilash va tosh hosil bo'lish xavfini kamaytirishdir. Quyidagi usullar ko'pchilik uchun xavfsiz va oson qo'llaniladi. Birinchi usul, suv ichishni ko'paytirish. Bu eng oddiy, lekin eng kuchli usul. Buyraklar filtr bo'lgani uchun ularni yaxshi yuvish uchun ko'p suv kerak. Suv kam bo'lsa, qon quyuqlashadi, tuz va chiqindilar toshga aylanib qoladi. Qanday to'g'ri ichish kerak? Ertalab och qoringa 1 stakan iliq suv, yarim limon sharbati yoki limon bo'lagi. Bu metabolizmni uyg'otadi va buyraklarni ishga tushiradi. Kun davomida 1-5 litr toza suvni kichik qultumlar bilan iching. Suvga ta'm berish uchun yangi yalpiz barglari, bodring bo'laklari, apelsin yoki limon tilimlari qo'shing. Bu ham qo'shimcha tozalash effektini beradi. Eng muhim ko'rsatkich siydik rangi. Agar siydik shaffof yoki och sariq bo'lsa, siz to'g'ri yo'ldasiz. Qorong'i rang suv yetishmayotganini bildiradi. Ikkinchi usul, otli damlamalar va qaynatmalar. Ko'plab o'tlar tabiiy siydik haydovchi va yalliglanishga qarshi xususiyatga ega.
Ular buyraklarni yumshoq tozalaydi va infeksiyalarni oldini oladi. Eng samarali variantlardan biri petrushka, kashnich. Bir dasta yangi petrushkani mayda to'grang 500 ml qaynagan suv quying 15-20 daqiqa damlab qo'ying, sip oling kuniga 2 marta. Har safar bir stakandan iching. Petrushka buyraklarni rag'batlantiradi, ortiqcha suyuqlik va tuzni chiqaradi, yengil yallig'lanishni kamaytiradi. Bolagi va boshqalar haqida gaplashamiz. Shuningdek, limon, tarvuz va boshqa oddiy mahsulotlardan foydalanish usullarini ko'rib chiqamiz. Buyraklar faoliyatini tabiiy yo'l bilan yaxshilash va organizmdan ortiqcha suyuqlik hamda zararli moddalarni chiqarishga yordam beradigan eng samarali usullardan biri dorivor o'simliklardan foydalanishdir. Masalan, toloknyanka, medveji ushki deb ataladigan o'simlik ortiqcha suyuqlikni chiqarib yuborish xususiyatiga ega. Uni tayyorlash uchun bir choy qoshiq quritilgan o'simlik ustiga bir stakan qaynoq suv quying va taxminan 15 daqiqa davomida damlab qo'ying. Tayyor bo'lgan damlamani ertalab va kechqurun yarim stakandan ichish tavsiya etiladi. Ushbu o'simlik tabiiy antiseptik hisoblanadi. U buyraklarni va siydik chiqarish yo'llarini tozalashga yordam beradi. Keyingi foydali o'simlik momaqaymoq ildizi. Bu ildiz qonning filtrlash jarayonini yaxshilaydi va tanadan toksinlarni chiqarishga yordam beradi. Uni tayyorlash uchun bir choy qoshiq quritilgan momaqaymoq ildizini qaynoq suv bilan damlab, 20 daqiqa davomida tindiring. Shundan so'ng iste'mol qilish mumkin. Juda muhim jihat shundaki, barcha o'simliklar faqat dorixonadan olingan yoki ekologik toza hududlarda terilgan bo'lishi kerak. Uchinchi muhim yo'nalish buyraklarni tozalovchi tabiiy mahsulotlar. Bular qatoriga klyukva va brusnika kiradi. Nima uchun bu rezavorlar foydali? Chunki ular antioksidantlarga va tabiiy kislotalarga boy bo'lib, siydik yo'llarda bakteriyalarning ko'payishiga to'sqinlik qiladi. Siz ularni yangi holatda iste'mol qilishingiz yoki shakar qo'shilmagan mors tayyorlab ichishingiz mumkin. Shuningdek, yangi sabzavot va mevalar ham buyraklar uchun juda foydali. Masalan, tarvuz toksinlarni chiqarishda juda samarali tabiiy vosita hisoblanadi. Bodring tarkibida suv miqdori ko'p bo'lgani sababli buyraklarni tozalashga yordam beradi. Olma esa pektin moddasiga boy bo'lib, organizmdan zararli moddalarni chiqarishga ko'maklashadi. Kokatlar va ziravorlar ham alohida ahamiyatga ega. Masalan, selderiyni salatlarga yoki smuzilarga qo'shib iste'mol qilish mumkin, chunki u buyraklar faoliyatini rag'batlantiradi. Kurkuma esa yallig'lanishga qarshi xususiyatga ega bo'lib, buyraklarni turli shikastlanishlardan himoya qiladi. Buyraklar uchun foydali bo'lgan maxsus smuzi retsepti ham mavjud. Buning uchun bitta bodring, bitta yashil olma, bir bo'g'lam petrushka va yarim limon sharbati olinadi. Barcha masalliqlarni blenderda yaxshilab aralashtiring. Ushbu ichimlik organizmni vitaminlar bilan boyitadi va ortiqcha suyuqlikni chiqarishga yordam beradi. To'rtinchi usul o'simliklar va tuz qo'shilgan iliq vannalar. Bu nima uchun foydali? Iliq vanna qon aylanishini yaxshilaydi va buyraklar ishini faollashtiradi. Tuz va dorivor o'simliklar qo'shilishi esa toksinlarning teri orqali chiqishiga yordam beradi. Vanna tayyorlash uchun 200 gram dengiz tuzi va romashka yoki lavanda damlamasini suvga qo'shing. 15-20 daqiqa davomida vanna qabul qiling, ammo yurakka ortiqcha yuk tushmasligi uchun juda issiq suvdan foydalanmang. 5. muhim omil jismoniy faollik va nafas mashqlari. Harakat hayot demakdir. O'rtacha jismoniy mashqlar, masalan, yurish yoki suzish qon aylanishini yaxshilaydi va buyraklar orqali qonning yaxshiroq filtrlanishiga yordam beradi. Nafas mashqlari ham juda foydali. Masalan, burun orqali chuqur nafas olib, 5 soniya ushlab turing va ogiz orqali sekin chiqarib yuboring. Bu mashq qonni kislorod bilan boyitadi va moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Uy sharoitida buyraklarni muntazam tozalab turish umumiy holatni yaxshilaydi, turli kasalliklarning oldini oladi va sog'liqni mustahkamlaydi. Tavsiya etilgan usullarni sinab ko'ring va natijalaringiz bilan izohlarda bo'lishing. Do'stlar, buyraklar sog'ligi umumiy farovonlikning asosi hisoblanadi. Ularning holatiga doimiy e'tibor berish kelajakda jiddiy muammolarning oldini olishga yordam beradi. Umid qilamizki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi va o'z sog'ligingizga yanada ko'proq e'tibor qaratishga ilhomlantirdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va izohlarda qaysi usulni sinab ko'rmoqchi ekaningizni yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sog'liq va tabiiy davolash usullari haqida yana ko'plab foydali videolar kutmoqda.
Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha